Tasavvur qiling, sizni o'g'irlab ketishdi. Bir necha kundan so'ng siz ulardan qo'rqishni to'xtatib, ularga empatiya hosil qilishni boshlaysiz. G'alati, lekin aynan shunday voqea 1973-yilda Stokgolmda sodir bo'lgan. Stokgolmdagi bank o'g'rilari garovga olinganlarni 6 kun davomida ushlab turishadi. Hayratlanarlisi, ular garovdan ozod bo'lgandan so'ng sud jarayonida jinoyatchilarni himoya qilishadi. Ularga qarshi ko'rsatma berishdan bosh tortishadi. Aynan shu fenomen Stokgolm sindromi deb nomlandi. Nega bunday bo'ladi? Buning ilmiy asosi kognitiv dissonans. Sizda dushmanlik hissi bor, lekin omon qolish uchun fikrlaringiz ijobiy bo'lishi shart. Miya bu nomuvofiqlikni yengish uchun emotsiyalaringizni harakatlaringizga moslashtiradi. Ya'ni ong sizni azobdan qutqarish uchun soxta empatiya ishlab chiqaradi. Bu ongsiz himoya mexanizmi hisoblanadi. Inson o'ta og'ir travmatik holatlarda omon qolish uchun dushman bilan til topishga majbur. Stokgolm sindromi doim jinoyatlarda emas, hayotimizdagi turli kognitiv zanjirlarda ham uchrashi mumkin. Biz ko'pincha qiyin vaziyatlarda, hattoki bizga ruhiy bosim o'tkazayotgan muhit yoki holatlarni ham oqlashga harakat qilamiz. Sizningcha inson irodasi miya instinktlaridan ustunmi?